Uyg'un Rahmatulla Otaqo'zi o'g'li Uyg'un 1905-yil hozirgi Qozog'iston Respublikasi Jambul viloyatining Marki qishlog'ida tavallud topgan. U qishlog'idagi maktabni tugatgach, Toshkent pedagogika texnikumida o'qidi. 1925-yildan boshlab Toshkent qishloq xo'jalik texnikumida o'zbek tili va adabiyotidan dars berdi. Uyg'un 1927-yili Samarqanddagi pedagogika akademiyasiga o'qishga kirib, Mirtemir, Hamid Olimjon, Amin Umariy, Hasan Po'latlar bilan tanishadi. Uyg'un yoshligidan she'rlar yozib, vaqtli matbuotda faol ishtirok eta boshlaydi. 1929-yili shoirning Bahor quvonchlari nomli birinchi she'rlar to'plami chop etildi. 30-yillarda esa uning ikkinchi kitob Quyosh o'lkasi, she'rlar, muhabbat kabi yangi she'riy to'plamlari, bir qator hikoya va dostonlari bosilib chiqdi. Uyg'un Ikkinchi jahon urushi yillarida xalqimizning fashizmga qarshi kurashdagi yuksak vatanparvarlik fazilatlarini kuylagan shoir she'riyati yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Uyg'un bu davrda Ona, Alisher Navoiy, Qaltis Hazil kabi sahna asarlarini ham yaratdi. Uyg'unning urushdan keyingi yillardagi ijodida urush va tinchlik, fidokorona mehnat mavzulari yetakchilik qildi. Shu davrda shoir Hayot chorlaydi she'riy to'plamini e'lon qildi. Hayot qo'shig'i, Oltinko'l, Navbahor, So'nggi pushaymon singari dramatik asarlarini yozdi. U o'zbek adabiyoti taraqqiyoti yo'lidagi xizmatlari uchun 1956-yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi. 1965-yil esa O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvonlariga, shuningdek respublika davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Uyg'un 1974-yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasiga muxbir a'zo qilib saylandi. U Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Lermontov, Chexov, Tolstoy, Shekspir asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Ko'rkam chamanda ochiq gulg'unchalar etganda xanda juvonmarg g'unchaning ham esla yod et, unutma doimo ruhim shod et.